tilim farsh bilan katta oilaga iftorlik retsepti. Farsh, pishgan grechka, chesnok, qovurilgan sabzi, piyoz, non talqoni. Minskaya marka sut va saryog'i bilan kotletimiz yanayam sochliroq chiqadi. Ziravorlardan qizil paprika, tuz, murch qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta blender qilib olishimiz shart. O'shanda juda ham mayli shakl berish uchun qo'lingiz ozgina namroq bo'lishi kerak. Grechkali kotletlarimizni birinchi unga, keyin tuxumga botirib olamiz. Turgan yog'da 20 minut qovurib, yog'dan olamiz. O'sha yog'imizda piyozimizni sal o'ldirib, ustiga kotletlarimizni teramiz. Pomidor, ta'bga ko'ra ukrop kinzi va ozgina suv bilan 20 minutga dimlab qo'yamiz. Bunaqa sersuv kotlet ishoning umuman yemagansiz. Bir marta shu usulda tayyorlab ko'rishingiz kerak. Pyure qilib, sousiga bo'lsa, yog'da qizil tomatni bir rov un bilan qovurib, suv bilan dimlab qo'ying. Usul fishkasi tut, shakar, oregano, ziravorida. Voy, men umuman grechka yemayman degan odamlar ham bittada paqqos churishadi. Ishonaveringlar. To'xtanglar. Yurachan bosib qo'yinglar. Bilasizlar, ko'nglim ko'tariladi. Sersuvligini siri ham aynan men ishlatgan Minskaya marka saryog' va sutlar. Qayerdan olamiz desangiz, bilasizlar, sirni lavka do'konida yo'q narsani o'zi yo'q. Minskaya markaning slivki, sirok, sut saryog'lari o'ziga xos mayin mazasi bilan ajralib turadi-ya. Mazasiga kam bo'lishi mumkin emas. Olinglar.